mo'minni olganda qulog'ingga qo'yib ol. Sen bu harom oyog'ing bilan Makkani iflos qilmagan. Zamondan orqada deydigan chalafahim miyasi o'sha onasining qonida rivojlanmay qolib ketganlar bor-da. Miyasi shu chala rivojlanib qolganda, diniga amal qilgan kamtar, odobli, axloqli, iboli, hayoli, keng ko'ylak kiygan, ishton kiygan ayolni zamondan orqada qishloqi degan nazarda qaraydigan bo'lib qoldi. Bugun uyatsizlikda, fohishalikda, sharmandalikda, beodoblikda bular bugun zamonaviy madaniyat deydigan bo'lib qoldi. Nimaga? Sababi kamoli johilligidan, tushunmaganligidan. Xuddi Rasululloh alayhissalom payg'ambar bo'lishlaridan avval xuddi shunaqa edi. Mana nafas olishi bolajonimizga qaranglar. Qatdan vat nafasi. Mana apparaturalar tomog'iga nafas yetishiga. Mana tomog'iga apparatlarni mana shu shunaqada. Yo'q edi. Bugun ma'naviyat deyilyapti. Ma'naviyat nima o'zi ma'naviyat o'zi kerak o'zi bilmaydi. Ma'naviyat degani insonning xulqi, odobi, ibosi, hayosi, vijdoni, or nomusi bu ma'noda ko'rinadigan narsalar bular. Ma'naviyat deganda inson uyatlik bo'lish kerak. Uyat sigirda bo'lmaydi, uyat. Uyat sigirda bo'lmaydi. Lekin ayolda uyat bo'lish kerak. Uyat hayvonda bo'lmaydi, uyat odamda bo'lish kerak. Ha bugun uyatchang odamda bu lo'q bu deydi. Bu lo'q bu, xarib bu deydi. Biz tortinib, imanib, shu jur'at bilan bir joyga kirib, qanaqadir surbetlarcha bir ishlarni qila olmasa, sen nima lo'qmisan sen deydi. Bu lo'q emas, u tortinchoq u. Payg'ambarimiz alayhissalom shunday zot bo'lganlarki, yangi birinchi kun chimilliqqa kirgan kelindan ham ko'ra uyatliroq bo'lganlar Rasululloh alayhissalom. Ha bugunchi bugun. Kiring mana internetga kiring. Millat sharmandasini chiqarib yubordi. Hayvondan battar, tarbiyasiz, uyatsiz shu vatanimizning farzandlari shular. Alisher Navoiy bobomiz aytganlar, odam bordir, odamlardan naqshidir, odam bordir, hayvon undan yaxshidir. Ba'zi bir masalalarda qilsam mencha qattiq gapiradi bu, mencha qo'pol bu, nima qilaylik biz hozir? Voy qizim, bo'mishga o'xshab yetqishim kelmang, to'g'ri kelmaydi deydim. Yo'q, hayvon deymiz unaqalarga. Dordi taydan qochgan, uyatsiz, sharmanda, sen nima qilyapsan millatni? Ko'chada bo'mishlar kiyadigan shimni bugun moda qilyapti. Ahmoqlar. Lozim kiygan qiz qishloq ekan, o'sha madaniyatliga. Bo'mishsan sen ham o'shnaqalar. Ahmoqlar. Buni agar siz bilan men hammamiz jon kuydirib, shunga bir harakat qilib, yoshlarni tarbiyasi jon kuydirmasa, ertaga Yevropa bo'lib qoladi. Unaqada. Qani milliy qadriyat, qani diniy qadriyat.